Nurg'un kishilar Simoyini nihoyat ilgar, shaxsiyatchi odam deydi. Amaliyotda Simoyi fuqarolarga nisbatan eng cho'ng tuhfa qo'shgan kishi deyishga bo'ladi. Nima ish bunda deymiz? Bundan qiziqsangiz yurak berib, alt raqamini yo'llab o'tgandan keyin filmning oxirini ko'ring. Uch parchalarni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Simoyi eng oxirgi g'alaba qozong'uvchi bo'lib, 3 baglikni birlikka keltirib, bir baglikni qurib chiqdi. Unda biz nima ishqa Simoyini fuqarolar uchun, ya'ni xalq uchun eng yaxshi ish qiluvchi deymiz. Amaliyot qaraydigan bo'lsak, 3 baglik agar birlik kelmagan bo'lsa, bularning orasida to'xtamay urush bo'lib turdi. O'zaro bir-birini qasdlash, bir-birini yutilish uchun urush qildi. Bu vaqtda askarlarda o'lim yetim nihoyat ko'p ko'rdi. Uningdan sirt to'xtamay fuqarolar ochliq ishlab chiqarib, zo'r so'mmadagi ochliq bijini to'lashga, ochliqni yuqori topshirishga majbur bo'ldi. Shuning bilan fuqarolarning kunimi nihoyat test o'tdi. Demak, bu yerdagi 3 davlatning, ya'ni 3 baglikning birlik kelishi urushningki asta-asta azayganligi, ya'ni to'xtaganligidan derak berdi. Shuning bilan asta-asta fuqarolarning sinimiz tuvallab, fuqarolar aromida yashashga boshlaydi. Demak, mushlarda biz nimani es qilamiz degan vaqtda Simoyi amaliyotda shaxsiyatchi emas, balki fuqarolarni eng yaxshi holatda yaxshi kunga erishtirgan kishi deyish kerak. Agar sizning bu gaplarimga qo'shilsangiz, astidagi kasbayinga alt raqamni qoldirib qo'ying. Texnik ko'p jondochilikqa, iyilik tiklashga oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrim xonamga uchirtiling.